Xo'p, mashinani boshqatdan sochdim. Chunki oldin mana podveska ishlamasdi, просто qotib turuvdi. Keyin mana balansirovka yo'q edi. Balansirovka qildim ruchnoy, chunki avtomaticheskiy plata qimmat ekan. Xo'p, oldin mana bunaqa platalarni zarka qilardim. 12 voltli, 3 ta batareykaga mo'ljallangan. Hozir balansirovka bilan qilganim uchun oddiy powerbankga zarka qiladigan apparatda ham zarka qilsam bo'ladi mana. Shu plata ham bo'laveradi. Xo'p, endi hozir bitta balonniki bo'ldi, yangi podveska. Prujinali qo'ydim. Mana prujinali ishdimi? Mana shu hozircha bitta ballon rezultati. Mana bundan regulirovka qilsa bo'ladi podveskani. Buni qilsa pastroq turadi. Xullas hozircha shu.